Mana onam o'tib ketib qoldi orada. Sizlarni bolalik uyinglar qayerda bo'lgan? Shu pastki mahallada bo'lgan. Pastda hozir nimani Murodni o'g'li o'tiribdi, Muzaffar yo'q nimani. Murodil. A? Murodiljon. Muzaffar Murodil esdan chiqib qoladi. Shu aşağıda pastda. To'g'ri mana nimadan borganda pastga tushib ketaverib, shu Mirolimnikiga ketamiz. Shu pastga tushorishdagi pastda arg'ida bo'ylarida bo'lganda. Arg'ida bo'ylarida bo'lgan. Bir xona uyimiz bor edi, ashada yotardik sandallarda o'ralib. Tevalardan chakka o'tgan yerda chuvasa ham chakka o'taverardi. Chipir yo'q u vaqtida. Rosa. Loysa vaqt. So'rini nima sandalda atrofida jak berardi, yotardik. Sandalga g'o'zapayani yaqib bosib ko'mib, cho'qqilib hammamizni yotqizardi. Shunga loyiq zo'rg'a bittadan to'shakcha berardi. Narag'ida bo'ra solingan shota ham yo'q. Shunaqa yo'qchilik edi-da bolam. Hech narsa yo'q. Sizni otangiz ham urushga olib ketishganmi? Meni otam ham Sanobar tug'ib chillasi chiqmasdan ketganda. Chillasi chiqmay ketgan otam. Men es bilaman. O'zi mast tikar edi, No'g'ayda o'zakan. Tizzasida o'tirganim esimda turadi-da, esimda mana qo'lida mandakvali, mandakigani bilasan o'g'lagani xayol turaman. 3 yashar ekanman. Xiyol bilaman. Ammo Sanobar rosa urush vaqtida tug'ilganda. Urushga olib ketib qolgan. O'ldi deb bir xabar kelgan. Oyog'imdan o'q yedim deb. Gospitaldaman deb. Bir kelgan urushga kirib ketyapman degan. Bu oyog'dan o'q yebdi-yu desak, o'zi degan chog'imizda ham anaqa ekan. Oyog'dan o'q yebdi-yu deb tog'alarim gapirgan gapini o'qiganman. Oyog'i gipsda ekan, otilib urushga kirar ekan, otga mindirib qo'yar ekan, urushaverar ekan ko'rgin. Otilib urushga kirib ketyapti degan. Shunda keyin ina ustivoshlari kelganda. Ustivoshlari kelgan. Amakilarim ash katta moshi O'g'ilxonni bilasanmi hozir? Yo'q. Asha Savoyda deganni bilyapsanmi? Savoy. Asha Savoyda xotini ash xolami nima? Xolami qizi bo'ladi. Ana shuni dadasi meni otam nima ekan, u dadasi buxgalter edi. Meni otam hosalatchi ekan, u vaqtda hosalat deydi. Yordamchini. Anaqa ekan. O'ziga kelgan Ibrahimov edi-da, nomi uchalovini ham. Otam ham Ibrahimov Osmonali, Ibrahimov Isomiddin, Ibrahimov Nizomiddin otamdan kichigi ham bor edi. Nizomiddin ketgan, u urushda qaytib keldi. Aynan ashunda nima urushga nima kelsa o'rniga ashu qog'ozini o'rniga jo'natib bergan ekanda. Jo'natib berib, tog'am rahmatlik bola chaqang meni bo'ynimga. Men boqaman. Sen ketaver meni o'rnimga deb jo'natib bergan ekan. Keyin eshitganmizda bu gapni-da. Jo'natib bergan ekan. Jo'natib berib urush o'lib ketgandan keyin opamga rosa ham alam qilgan. Uni keyin xolam rahmatlik xabar oldirmay, o'zi operasiya olib, o'ziniki 8 ta bola, opamda 4 ta, yega olib bormay uyga olib keling narsani. Bolalaringiz och yotibdi, bular yemay, ular yemaydi qilib bermay qo'yib, hiyla ishergan ekanda opam rahmatlikka-da. Opam mendan keyin o'zi nima qilib
Billa bizi alıp tüketip kötek tererdik. Bana bir defa yani buzulgan köteği oturtturadi deb. Aşılardı yakıp çoku berib, sandalga solib, hech narsamiz yo'q. Ana qilib yotardi-da. Aynalarda aytgin, chorchalarni mixlab qo'ygan ayna ham yo'q. Nima ham yo'q, hech narsa yo'q. Ashuna qilib kun ko'rganimizda yomonlikni ham, yo'qlikni ham ko'rdi bu enayni boshi. Borliqni ham ko'ryapti shunchalik, Xudoga ming kalla shukr. Bunisiga shukr deyman. Shukr, 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 100 marta shukr desam ham arziydi. Qiyinchilikni ko'p tortib yuborganmizda. Mehnatni ham rosa tortganmiz, mehnatni ham qilganmiz. Mayda bolalar qolib, o'zimizga jinda harakat qilmasak, bitta opam nima qiladi? Shunaqa akam uzi qaraydi. O'rik terib qo'y desa, sevasiga chiqib qoqib tushib olardi. Opam terardi, o'rikni. Men tomdan terardim. Teradigan bo'lib qolganman, mana anaqa bo'lib, teradigan bo'lib qolganimda. Ana qilib yurib, qiyinchilik bilan opam katta qilganda bizda. Opamni pochchamga berib, undan orada yana akamga qolganmiz. Berib, jinday u qilib, bitta bo'zak tovib, bo'zakni boqib kelib, daryo bo'ylarida boqardi. Poda o'tib ketsa, akam podaga qo'shib borib, o'ynab, daryoda suzib o'ynayman deb. Daryodan chiqishcha poda ketib qolib, bo'zagimizni ham olib ketgan. Rahmali, endi undan keyin opam mehnat mashaqqat bilan sigir qilganmiz. Sigirimiz yangi tuqqan. Bolasini bu uyga kirib olar edik, sandalni yoniga. Enasi yonimizda yotar edi. Bir vaqtida ashunda o'g'ri kirib, molimizni olib chiqib ketgan ashi. Ag'ildan mashinday nima teshik bor edi. Teshikdan qarab yotardik bo'lmasa, bitta xonada 3 mayda bolalar da opa nima Rosamat akam, mana Ismoiljon pochchami akasi bo'lardi, Rosamat deb. Ashi billa yotardi biz bilan. Uni ham urushga olib ketib qoldi. Pochcham bilan keyin kirib yotmaydigan bo'ldi. Nima hammam yolg'iz qoldi. Ana qilib ashi yangi tug'ib bolasi sandalda qolavergan, molimizni o'rab chiqib ketgan. Voy rahmalilar ey. O'rab chiqib ketib, yana opam yig'lab, yupanib, yana Melisa kelib, Melisa eshik yurib, narigi mahalladan topgan. Narigi mahalladan Nizom Cho'lar degan bor edi. Urushdan qaytib kelgan Nizom Cho'lar. Ha. Davronbek opodasi. Ha, Nizom Cho'larnikiga kirib, sandalda molni so'yib, molni ichida so'yibdi, sandalga nimani go'shtni ko'mib, ko'targanicha savxozga olib ketgan ekan. Keyin tekshiruv bo'lib, bu armiya xo'jaligida o'g'illashga haqqi yo'q. Bolalarnikini, rizqini deb istagini qilib, melisalar topib kelgan ina. Topib kelgan. 17 kilo go'sht topib kelganda. 17 kilo go'sht topib kelgan. 17 kilo go'shtni sotib, ina keyin bo'zak oluvdik ekan, yana arshini tiklab. Hali emma bo'zak qolib ketgan. Ikkalovini boqqani olib borardi akam. Akam juda uzoq qaraydi-da. O'tapga desa ham qochib ketaverardi. Opam rahmali yonida yolanardi. Yo'inaki o'qilib Hozir eng kattasi akangizmi? Eng kattasi pochcha xolam. Acha opam. Opam kattasi. U endi opamni otasi bitta Tug'unjon opam deganda og'an. Og'anda uni nimasi xotini Hunigida opasi. Undan keyin opamni opasi o'lib qolgandan keyin otam u xotinni olgan ekan. U xotinni ko'ngilsiz bo'lib
bir oy 2 oy ro'za tutib chiqib ketgan ekan. Ha. Chiqib ketib, uni ichidan keyin opamni tovushib olib bergan ekan. Bunda o'gay xotinam, o'gay opam ham bo'lib qolgan ekan. U ham haligi videochi bor edi-yu bizda to'ylarda yuradi videochi yo'g'on bola. Ashuna opasi edi. U ham o'lib ketdi. Undan keyin opam og'ilib, opamdan ikkita qiz ko'rgan ekan. Ungacha opam akam yeri nima otasiga tekkanda endida. Akangiz opasimiz? U endi akamni otasiga tekkan, u urushda o'lib ketgan, akam qolganmi? Opammi onasi o'lib qolgan, otasi opam oldi. U yetim qoldimi, ikkita boqindi bo'ldimi? Endi biri opamniki bo'lsa ham sanobar ikkalamiz bir ota bir onadanmizda. Ikkalamiz. Lekin inam rahmatli u Hajja xolam ham o'zini bolasidek. O'zini bolasidek chiqarib, bolalik qilib, akam uyladi, opamni chiqardi, uylarda olib bir yoqqa solib, yordam berdi hamma yo'qqa, ashuna qilib yo'q, hamma yo'qdi. Opam rahmatli endi. Bir kuni oqori sotib kelyapti. Oqori sotib kelardi-da, Sapkozda Ozarbayjonlarni to'kib tashlagan urush vaqtida yashayim, hamma ichida Ozarbayjon bor edi. Sapkozga ko'chirib yuborgan bir qator shu Sapkozdagi manzuralar o'tirgan yerlarga. Ozarbayjonlarda. Opam rahmatli oqorini sotib kelyapti, bittasi o'tirgan ekan yo'lda. Beraqacha 3 ta boji chiqqan ekan, xotinlarini boji derdi. O bojilar bilan billa ketib olaydi, opam billa ketdi. Billa kelsa, beraraqa kelib, daryani ko'prigiga yetay deganda bojilar bitta yo'lga kirib ketdi tevaga. Haligi billa kelayotgan odam pozion tagiga kiryapti, pozion daryo bo'yiga. Opam ko'prikdan o'tib shigayli orqasidan yetay deb endi bojilar ajradi-da. Yetay deganda opam meni ko'rib qolib dod tepdi keyin. Aka, molam benim shu olyapti aka deb orqasidan qo'yib kelyapti. Endi oqori sotib kelyapti, puli borda. Keyin Mamajon dadam rahmatlik otamni akasi endi. Suv qo'yayotgan ekan ro'zaga. Salomatxon. Nima bo'ldi sizga? Voy aka desa, men borman mana, men borman deb kelib qopti. Haligi odam to'xtab qopti. Bo'lmasa borini u ham mutavolar ekan. Ozarbayjon. Shundan keyin yana bozorga borgani, uni borolmay qolgan, yuragi bezillab. Borolmay qolgan opam rahmatlik. Ana tepaga yo'lda borib kelamizlar. Qozi yo'li bilan yerga qo'ysam boshimga qo'yolmayman deb, mana nimani panjara qilar edi, mana uni. Ro'mollar. Panjara qilib, katta etaydi, mana qilib panjara qilib, boshiga qo'yib olib, qo'yib qo'yar edik boshiga. Betini cho'qcha qilib baylar edik etaydi. Oqo'rik. Keyin yerga qo'ysam ko'tarolmayman deb qo'rg'on tevaga yetkicha boshidan tushirmar ekan. Shunday endi azob bilan boqqanda opam rahmatli bizda. Alloh rozi bo'lsin. Voy, mehnatlarning rohatini ko'rdik. Bir insonni oldiga kelgizmadi ham. Bir inson borib yuvintirib qo'ysa, o'zim yuvinaman. Men opamni tortib qoldim-da. Yo'q, o'zim yuvinaman derdi. Birar kun yotib tagiga bir bo'kib qo'ygan yer yo'qda, bir kun ham yotib. 94 ga kelib o'tdi-da. Hali eshitganman. Anaqa deydi ekan. Murodjon akamlarniki deydi ekan. Ashada ko'p Meni yuradi. tezda uyimga olib borib qo'yish deb. Manaqa bo'lganda biz Hayton ikamiz Savayga ketyapmiz. Armiyadan kelgan noyabrda. Manoni aytgan Manzuraxon Savzika avladiga keling, opabi. Savzika opam ham boradi. Bu ina boradigan bo'lgan. Men ash kunina non yopdim bolalarga. Non yopdim, bu boradigan.
İnan keyin somsa qildim. Somsa qilib, men opam Miratnikidagi ko'rganim bordim. Bitta nonni betiga manda qilib somsani solib, likopga qo'yib bordim. Borsam, o'tiribdi. Opa dedim, ha, bizga ketasizmi, qolasizmi desam, senikidan nima qilaman dedi. Hayitxon keladi, sabzi kavladiga boramiz dedim. Desam, ertaga Murat Dorozandagi mo'bo'y qilib sabzi to'kib qo'ygan ekan. Murat ham ekar edi. Ana Muratjon dedi, sabzini olib kelib qo'ydi ana. Ertaga qo'shnilar kiradi, gapirishib o'tiraman-da. Yoqqa borib nima qilaman? Senikiga borib o'zi siz borsangiz men bormayman sabzi kavladiga dedim. Desam, yo'q, sabzini kavlagani ketaver. Keyin somsangdan bitta yeb olaman bo'ladi deb bitta somsa yedi-da. Ketaver sen dedi. Yine men borsam bu kep boribdi. Ikkalamiz yine ertamanda ketdik yine keyin. Dadam bilan sabzi kavladiga. Sabzi kavlada Manzuranikiga kirib, yechinib, narsalarni kiyib, yine keyin ikkalamizni olib ketdi. Sabziga borib, ikkita etakni soldim mana. Bitta etakka men charog'dim, men mo'tadim. Bitta etakka bu mo'tayotgandim. Mashina bordi-da. Tezda yurasilar ekan, enam olib keldim, Qo'rg'ontepaga Hurunsan o'g'li boribdi. Nima bo'pti, orib qolibdi. Opam meni keyin yotibdi shu kuni. Menga qoqirimni bering, girib tegib qoldi shekilli menga. Somsa yeb oluvdim, ya somsa og'ir keldimikin desam, yo'q, menga girib tegib qolibdi. Qoqirim qilib bering debdi. Bitta piyalaga inan keyin qatiq quyib, jicha tuz solib, choy beribdi kelinbim. Haligini ichib olib yotib, bir uxlab turib eshikka chiqibdi. Eshikka ina oyog'im g'alati bo'lyapti, To'tixon debdi. Inan keyin bu ayga o'tiraring ayga deb billa olib chiqdim dedi. Billa olib kirdim ina dedi. Billa olib kirdim, mustahab qilib kirdi dedi. Bu namozga oyog'im bo'lmayapti meni devdim. Mayli deb dedim, o'tkazib qo'ydim dedi. Bir vaqtida mastini kiygizib qo'ying, kiyib olay deb mastini kiyib dedi, bitta putiga ikkala paypoqni kiyib olibdi dedi. Ikkala paypoqni kiyib olgan ekan, voy, men mastim sig'mayapti To'tixon degan ekan. Kelinim kelib, voy bu to'lala paypoqni kiyib olibsiz bitta oyog'ingizga. Keling, manga kiygizaylik desa, oyog'im muzlab qolibdi. Kelinim sezib qolibdi. Oyog'im muzlab qolibdi, tizzasigacha ushasa. Songacha paypoq kiyardi-da. Ina Muratjonga, Murat, bu tizzasigacha muzlab qolibdi. Bor Ro'zivoyda ayt, o'sha nima o'g'ilxonni nimasi ukasi. Ro'zivoy qachon bo'lsa men mashina menda, men tayyorman xola deb olgan. Bor ayt debdi. Ina Ro'zivoyni chaqirib chiqqan ekan. Ina bu men sizni boqolmayman. Sizga girib tegib qolibdi. Endi sana barxonda oldiga olib borib qo'ysinmi? Nima Ro'zivoyda aytib chiqdi debdi. Desa, ha, bo'pti, mayli, bo'pti. Siz ham ishingizni qiling-da, ishdan qolmay. Bo'pti. Menga turibimni ham sol, nimaga, sholg'omimni ham sol. Solib, mashinaga qo'yib qo'ygin, turibdi, yeyman, qirib beradi. Sholg'omni nima sho'rvaga solib beradi. Deb turib qopdi, sholg'om olibdi. Sabzi olibdi. Bitta qopda ina sabzi qoplabdi. Murat nima bo'p qopdi-yu endi. Pamlab. Bitta qopda yarmi turib, yarmi sholg'om qilibdi, olib boribdi-da. O'limiga ishlatdi-da shunida. Iyadan ina bu qolavurdi, men ketdim. Opa dadam bilan. Ina bu Manzura bilan qolib keyin borishdi. Borsam, eshiklar to'lgan, qiyomat. Mashinadan tushirsa nima dermish? Voy, oyog'im yurilmay qolibdi dermish. Shunda ham gapiryapti. Hurunsa bilan Sanobar ikki yoqdan yetalab tushibdi. Ko'rpaga solib yotgan, voy, choy shapimni solinglar.
Çayşapsız yotamayapmiz debdi. Çayşap iskada topolmayapmiz. O zangori nimani to'shakni orasini qarang, shu bilan billa. Zangori to'shakni olib, yotsa shu bilan billa chayshap ekan. Yozib, solib, endi qorningiz ochgandir, nonushta qilib oling endi, ancha vaqt bo'ldi. Xola debdi Hurunsa, desa atalar qovurib qo'yar edi. Atalangiz bor, opa, pishirib beraymi desa mayli debdi. Haligini atalarni jinday suvga chayi bilan tayyor qovurilgan. Pishirib kiribdi. Pishirib kirsa yarmini ichib Xudoga shukra deb ichib olibdi. Ina qayerlarda yurdingiz xola debdi Hurunsa, desa men jinday dam olib olay, 27 ta to'yda yurdim. Nima 27 kun yurdim, 21 ta to'yda yurdim. Hammasini bir chekkadan aytib beraman, jinday dam olay debdi. Menga jicha indamay turinglar debdi-da. Shu bilan yotqizib qo'ysa bir vaqtda pish deb uflab turib ketib qoldi shu bilan. Heyam yo'q, qimirasham yo'q, boshqa ham yo'q. Osonlading. Shunda ham oson jon berdiki, opam daqa Xudoyim jon bersak ham opam daqa jon beraylik deydi hali ham sanobatda. Shunaqa bo'lib o'lgan opam rahmalik.